Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan va kanalimizga obuna bo'layotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Qadrli do'stlar, diqqat qiling, rasman Rustam Ashurmatov Interga o'tishi mumkin. Rustam Ashurmatov bu oddiy himoyachi emas. U so'nggi yillarda Osiyo futbolida o'zini ko'rsatgan, jismonan kuchli, havo duellarida deyarli yutqazmaydigan va eng muhimi, katta o'yinlarda sovuqqonlik bilan harakat qiladigan futbolchi. Keling, avvalo uning statistikalariga qaraymiz. So'nggi mavsumlarda Ashurmatov o'rtacha 20+ o'yinda maydonga tushmoqda. Himoyachi bo'lishiga qaramay, u bitta-ikkita gol bilan ham jamoasiga foyda keltiradi. Ammo uning asosiy kuchi bu himoyadagi harakatlari. Har o'yinda o'rtacha 4-5 ta to'pni olib qo'yish, 3-4 marta muvaffaqiyatli teklar, 5+ ta to'g'ri uzoq pas, havo duellarida 70% dan ortig'ini yutadi. Bu degani u nafaqat oddiy himoyachi emas, balki zamonaviy ball playing defender, ya'ni orqadan o'yinni boshlay oladigan futbolchi. Endi eng muhim savol: nega aynan Inter bu futbolchiga qiziqmoqda? Inter hozirgi vaqtda 3 ta markaziy himoyachi tizimida o'ynaydi. Bu tizimda jismonan kuchli, tez qaror qabul qiladigan va pressing ostida xato qilmaydigan futbolchilar kerak bo'ladi. Ashurmatov aynan shu jamoaga juda ham mos keladi. Uning bo'yi, jismonan tayyorgarligi va intizomi Italiya A seriyasi darajasiga chiqishiga yetarli. Ayniqsa u qarshi hujumlarni to'xtatishda juda foydali futbolchi hisoblanadi. Endi transfer narxi haqida gaplashamiz. Agar bugungi bozorni hisobga olsak, Ashurmatov kabi tayyor, tajribali va hali rivojlanish imkoniyati bor himoyachi uchun taxminiy narx 30 million yevro atrofida bo'lishi mumkin. Bu narx bugungi transfer bozorida normal holat, chunki hatto o'rtacha himoyachilar ham Yevropada 25-40 million oralig'ida sotilmoqda. Qadrli do'stlar, xabaringiz bor yoki yo'q bilmayman. Interning asosiy himoyachilaridan biri bo'lgan Alessandro Bastoni rasmiy Barselona bilan kelishuvga erishdi. Yaqinda Barselonaga transfer qilinishi ehtimoli yuqori. Aynan mana shu Alessandro Bastoni Barselonaga o'tadigan bo'lsa, aynan Inter hozirgi vaqtda rotatsiya uchun arzonroq, lekin sifatli himoyachi izlamoqda. Aynan mana shu himoyachi sifatida Rustam Ashurmatov variantlardan biri sifatida ko'rilmoqda. Aynan Interning Rustam Ashurmatovga qiziqishining asosiy sababi Abduqodir Husanovdan kelib chiqqan deb ko'rilmoqda, chunki Abduqodir Husanovning harakatlari bilan Rustam Ashurmatovning o'yini deyarli bir xil holatda do'stlar. Ana endi agar u Yevropaga chiqadigan bo'lsa, bu nafaqat uning karyerasi, balki o'zbek futboli uchun ham katta qadam bo'ladi, chunki A seriyada o'ynaydigan hozirda bizda o'yinchilar yo'q. Xulosa qilib aytganda, Rustam Ashurmatov bu Yevropa darajasiga chiqishga tayyor futbolchi. Inter esa unga katta sahna berishi mumkin. 30 millionlik transfer hozircha faqat taxminan aytilgan summa, lekin bu ssenariy umuman imkonsiz emas. Siz nima deb o'ylaysiz do'stlar? Ashurmatov Inter darajasiga chiqa oladimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Aynan mana shu xabarni sportmoli.com saytidan oldim va qadrli do'stlar, albatta bunday ekspertlar, bunday saytlar noto'g'ri ma'lumot chiqarishmaydi. Aynan mana shu ekspertlar chiqargan xabarlarni, ingliz tilidagi ma'lumotlarni men uxlamasdan do'stlar sizlar uchun o'zbek tiliga tarjima qilib e'tiboringizga havola etyapman. Albatta do'stlar, ehtimoliy transferlar aynan bizning kanalda bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Albatta mehnatim uchun videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddaman. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimiz Rustam Ashurmatovga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Rustam Ashurmatov" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Mana do'stlar, bugungi videoda yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz mana shulardan iborat edi va do'stlar, yana bir narsani aytib o'taman. Juda ham ko'p odam kommentariyada negativ fikr bildirmoqda. Ularga hozir Abduqodir Husanov Manchester Cityda o'ynamoqda desam ham noto'g'ri ma'lumot chiqargan bo'laman va aynan Abduqodir Husanovning Manchester Cityga o'tishi ham bir voqea edi. Aynan mana shu voqeaga hech kim ishonmagandi do'stlar. Men esa kanalimda birinchilardan bo'lib ma'lumot bergandim. Juda ham ko'p negativ fikrlar bo'lgandi. Nima bo'lganda ham do'stlar, hamyurtimiz Rustam Ashurmatovga omad tilab, kommentariyada chiroyli izoh qoldirgan holda hamyurtimizga "Olg'a O'zbekiston, olg'a Rustam" deb qo'llab-quvvatlab qo'yasiz degan umiddaman. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha, xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Eng so'nggi yangiliklar faqatgina bizning kanalda bo'ladi.